Hammaga assalomu alaykum. MySQL kursimizning ikkinchi darsiga yetib keldik. Bugun jadval yaratish va uni ichiga ma'lumot qo'shishni ko'rib chiqamiz. O'zimga slayd tayyorlab oldim, tushunarliroq bo'lishi uchun. Qani ketdik bo'lmasa. Birinchi ish qiladigan ishimiz MySQL ochib olamiz. O'tgan darsda o'rnatishni ko'rdik. Xo'p. Ochildi. Local instance tanlaymiz va parolni kiritamiz. O'tgan safar boshda birinchi qo'ygan parolni kiritamiz. Ochildi. Bu asosiy interfeys hozir ishlaydiganimiz. Bu bo'sh, hech narsa yaratilmagan. Misol uchun qanaqadir loyihadagi kompaniyada ishlaydigan bo'lsak, biz odatda tayyor databaselardan foydalanamiz. Hozir database nima, jadval nima farqini ko'rib ketamiz. Xullas asosiysi bu. Prezentatsiyaga qaytamiz. Mana database bilan table. Jadval cheksiz bo'lishi mumkin database ichida. Ya'ni database bu ma'lumotlar ombori bo'ladigan bo'lsa, bu jadvallarning jamlanmasi, ya'ni database ichida cheksiz jadval ketaveradi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz biz database yaratib olishimiz kerak. Uning uchun nima ish qilamiz? Create, yaratish, database. Misol uchun nomini kiritishimiz kerak. Database nomi nima bo'ladi? Onboard deb qo'yaylik. Misol uchun o'zbek tilida qiladigan bo'lsak va oxirida kattiraman. Mana create database onboard. Mana bitta nuqta virgul har doim har bitta kod orqasida bo'lishi kerak. Ya'ni bu kod tugadi degani. Run qilishdan tepadagi mana chaqmoqchani bossak, run bo'ladi. Pastda mana action output turibdi. O'sha yerda yozuv chiqadi. Agar successful, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lsa yashil, qanaqadir error xato bo'lib qoladigan bo'lsa qizil chiqadi. Hop, run qilib ko'ramiz. Mana yashil. Demak, created, one rows affected. Xullas ta'sir qildi. Schemas turibdi bizda. Update qilib ko'ramiz. Onboard degan database bo'ldi. Bu kerak emas, bu kod bizga. Xo'p, ana endi biz onboard ustiga 2 marta bosamiz. Nimaga? Biz qanaqa jadval yaratsak, nima bo'lsa mana belgilanib qoldi. Endi o'shani ichida bo'ladi. Ya'ni onboard database ga tushadi. Mana tables we use bor, hammasi ichida bo'sh. Hop, birinchi o'rinda biz mana database yaratdik. Endi biz jadval yaratishni o'rganamiz slaydda. Jadval qanaqa yaratiladi? Ko'rib chiqamiz. Jadval yaratish. Mana ekranda ko'rib turgan narsangiz asosiy kod, ya'ni bu formulasini aytadigan bo'lsak. Mana create table yoziladi. Jadval yaratish uchun va table name. Xohlagan nom beramiz jadvalimizga. House ichida 3 ta narsa kerak bo'ladi bizga. Column 1, misol uchun ustunning nomi va data turi, ya'ni data type. Hozir data type ko'rib ketamiz. Constraints qanaqadir holatlar bo'lsa, uni kiritib ketamiz. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima degani bu? Keyingi slaydga o'tamiz. Mana data type nima degani? Ma'lumotlar turlari biz bilamiz. Integer, ya'ni raqam bo'lishi mumkin, float, mana o'nlik son, mana character bo'ladi, textli, sana bo'lishi mumkin, true false bo'lishi mumkin. Hammasi cheksiz, lekin asosiy ko'p ishlatadiganimiz integer bilan varchar, ya'ni variable character asosiy ikkovini ishlatamiz. Qolganiga chalg'amaymiz. Xo'p, ana endi mana formulani eslab qolinglar. Create table name, nomi, house ichida birinchi ustun, uni ma'lumotlar turi. O'shani kiritib ketamiz. Mana integer bu butun sonlar bilan asosiy etadiganimiz 1, 2, 3 cheksiz. Varchar va house ichida raqam turibdi, ya'ni aralash harf, raqam aralash ketadi hammasi. 50 degani maksimal 50 ta belgilaymiz. O'zimiz xohlagancha kiritsak bo'ladi. Date bu sana. Hop, keyin primary key degan narsa bor. Boya biz bu yerda constraint degan narsani ko'rdik-ku. Mana constraint degani bizda primary key bor. Asosan bu ID larda ishlatiladi, ya'ni bu takrorlanmas. Bizda har bittamizda pasport raqamimiz misol uchun takrorlanmas, hammaniki alohida, ya'ni takrorlanmas bo'lganligi uchun bunga primary key qo'ysa bo'ladi. Ya'ni duplikat variant yo'q, ya'ni takrorlangan variant yo'q. O'sha holatlarda primary key qo'yiladi. Xo'p, bitta jadval yaratib ko'ramiz. Eng zo'r yo'li. Nima qilamiz? Mana formulani eslab olinglar. Ishlatamiz. Create table name.
yozamiz. Create table. Misol uchun jadval 1 deb qo'yaylik yoki shunchalik jadval deymiz. House ichida ochib. Xo'p, endi qaytamiz anaqaga. Column data type constraints. Xo'p, qanaqa column ustun bo'ladi bizda? Birinchisi aytaylik. Okay, ID bo'lsin bizda. ID va uni bizga nima kerak edi? Data type. ID raqam bo'ladi. Odatda o'shaning uchun biz bunga integer beramiz. Katta harf farqi yo'q xolos, integer. Va bizda boya primary key degan narsamiz bor edi, constraint. Mana constraint faqat bunga bersak, misol uchun primary key qilamiz. Bo'ldi, ya'ni unique bo'lish kerak. Hop, virgul qo'yamiz, pastga tushib keyingi ustunlarga o'rtamiz. Misol uchun ismi degan ustun bo'ladi. Bunga nima qilamiz? Varchar qo'yamiz. Aytaylik 20 ta belgi bo'lsa maksimum, chunki bizda unaqa ko'p uzun ismlar yo'q. Keyin familiyasi. Bunga ham mana data type ga varchar yozamiz. Hop, buni ham 20 ta qilaylik misol uchun. Keyingisi sana deb qo'yaylik, ya'ni to'lgan sanasi. Bunga hop date yozamiz. Bo'ldimi? Hop, oxirida aytganimdek nuqta virgul qo'yamizda run qilamiz. Mana pastda chiqdi. Create null rows effect. Va buni update qilamiz. Mana table ichida paydo bo'ldi jadval degan narsa. Mana bu jadval haqida ma'lumot berdi. Ustunlar bular integer, varchar va date oxirida. Hop, bu tayyor bo'ldi. Lekin jadvalimiz bo'sh. Hop, endi keyingi masala jadval bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ichiga ma'lumot qo'shishni ko'rib chiqamiz. Hozircha o'chirib turamiz. Hop, jadval qani. Keyingisi, ya'ni jadval ichiga ma'lumot qo'shish. Bu insert into bilan foydalanamiz. Ya'ni insert into table name, ya'ni hozirgi jadvalimiz nomi. Keyin house ichiga column, ya'ni ustunlarni yozib chiqamiz. Qaysi ustunlarga nima qo'shmoqchimiz. Va values, ya'ni qiymatlar. O'sha har bitta ustunga qanaqa qiymat yozishimizni ko'rib chiqamiz. Ketdik mana. Bizda mana yerda ekranda ko'rib turibsizlar, bizda ustunlarimiz bor. Ketdik. Insert into, keyin jadvalimiz nomi. Jadvalida house ochamizda qaysi ustunlar bor. Bizda ID bor edi, ismi, okay, va sana bor edi. Okay. Keyin nima edi? House yopamizda pastdan enter deb bosib values qilib ochib ketaveramiz. Misol uchun tagma ketma-ket bo'lishi kerak. ID ga ID, ismiga ismi, xuddi shunaqa. ID raqam bo'ladi. Misol uchun 1 dan boshlaymiz. Variable, keyin ismiga qo'shtirnoqcha yozamiz, 2 talik qo'shtirnoqcha uchun. Ismiga Bekzod. Variable, familiyasiga Buyukov. Va sanaga ham qo'shtirnoqcha qo'ysak bo'ladi. 2001 misol uchun 0505. House yopamiz. Hop, endi nuqta virgul qo'yib ko'ramizda, run qilib ko'ramiz qani. Insert into bo'ldida one row affected. Biz hozir jadvalda update qilib ko'ramiz. Biz bilmaymiz endi ichida nima borligini. Hop, asosiy narsamiz tugadi, ma'lumot qo'shdik. Endi tekshirishni ko'ramiz. Select statement degan narsamiz bor. Tanlaymiz. Select. Bu haqida keyingi videolarda ko'ramiz. To'liqroq. Hozir nimaga insert tekshirib ko'rish uchun select qilamiz, tanlaymiz. Yulduzchani tanlasak hamma narsasini from nimadan? Bizda jadval bor. O'sha jadvalni yozaman. Ya'ni jadvaldan hamma narsani tanlab menga ekranga chiqarib ber deymiz. Run qilsam pastdan chiqadi mana. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa agar mana natijasi ID'si 1 edi, ismi Bekzod, familiyasi Buyukov, sanasi 2001 0505 mana. Xo'p,
Yana misol uchun pastdan qo'shishimiz mumkin edi. Insert into qildiga mana kodimiz turibdi. Ya'ni buni tagidan buni sal pastroq tushirsak, hop, jadvalga endi 2 qilaman. Misol uchun Ulug'bek Toshboyev. Misol uchun 2002 qilib ko'ramiz. 07 06 12 qildik. 12-dekabr. Va yana run qilaman. Run qildim, pastda javob chiqdi. Mana. Xo'p, endi kelinglar, yaxshiroq o'chirib tashlayman-da. Select yulduzcha from jadval. Mana under the keyboard cursor. Mana belgilasam, yozib turib, faqat shuni o'zini run qiladi. Mana bas ko'rinib turibdi. Run qildik. Mana ikkinchi qo'shganimiz bor edi. Ulug'bekni qo'shib pastdan jadvalga qo'shildi. Mana shu qisqacha edi birinchi videomiz, ya'ni ikkinchi videomizga. Biz nimani o'rgandik? Database yaratishdi, jadval yaratishdi va insert into bilan ichiga ma'lumot qo'shishni ko'rib chiqdik. Hammaga katta rahmat. Shu bilan videomiz tugadi.